O'zbekistonda yurgan vatandoshlarim, sizlarga bitta challenge. Agar qilsalaringiz xursand bo'lardim. Mana Amerikada yuribman hozir, tabiatini ko'ryapsizlarmi? Shunday go'zal tabiat, nima uchun go'zal tabiat? Chunki daraxt, yashillik ko'p. Juda ko'plab. Men hozir eng yashilmas joy shahar ichida ketyapman. O'shanda ham daraxtlarni ko'rishlaring mumkin. Qanaqa challenge desalaring, do'stlar, kelinglar, o'zi bahor ham o'tib bo'ldi. Endi bilmadim, balki kech bo'lgandir, lekin hechdan ko'ra kech deydi. Ya'ni kelinglar, har birimiz 10 tadan, hech bo'lmasa 5 tadan daraxt ekaylik. Qo'limizga, ogrodlarimizga yoki bir ko'cha bo'ylariga daraxtlar ekaylik. O'zimizdan bog' qoldiraylik. O'sha bog'ning natijasini inshaalloh keyingi 5 yil, 10 yilda ukalarimiz yoki farzandlarimiz mazza qilib o'sha tabiatdan bahra olsin, mevalaridan yesin do'stlar. Nima demadilaring? O'sha challenge davom ettiramizmi? Davom ettirsalaring, prosta video olinglar, meni Instagramlaringga tag qilib qo'yinglar, ismimni, profilimni o'zim mana shu profilimga qo'yib ko'tarib boraman.